Sergey ko'pchilik o'ylashadi, grijani operatsiya bilan davolasak, bo'ldi, grijamiz qaytib chiqmaydi deb o'ylashadi. Lekin men shuni bemorlarimizga aytmoqchiman, siz agar eng sivilizatsiyaning cho'qqisi Washingtonga, ya'ni Amerikaga borib, prezident davolanadigan klinikada davolansangiz ham, hayot tarzingizni to'g'rilamasangiz, grij yana qaytalanib chiqaveradi. Biz siz bilan nima qildik? Polni birinchi grijani sabablarini davoladik, keyin hayot tarzimizni to'g'irladik, to'g'rimi? To'g'ri. Bizni aytgandek nagruzka qilmaslikka, narsalarni qanaqa ko'tarish kerak, nimaga e'tiborli bo'lish kerakligini qarasangiz, bo'lar ekan natija. Упражнение. Aha. O'shaning uchun har doim aytaman, kasallikning sababini davolash kerak, simptomlarini emas. Yana bir o'zingizni bundoq og'riqlaringiz bo'lgan, yutuqlaringizni aytib bera olasizmi? Nimadir yana plyus? Ну, первые дни я вообще же не мог двигаться там. Ходил, сидеть, в туалет не мог нормально сходить. Сейчас вот нормально все, хожу, нога не отнимается, спина так не болит, все нормально. Siz yana aytdingiz, kelganingizda mana endi ishga kirishib, dam oladigan bolalarim katta bo'lyapti. Dam oladigan paytim вот это мне нужно было, что ли? Да. Esizdami? Да, говорю. То есть bu erkak kishi uchun sal yoshi katta bo'lgandan keyin постельный rejimda yotib qolish boshqa, это неприятно дело, да? Приятно, да. Сейчас вы рады? Да, рад, конечно. Доволен. Bemorimiz xursand, ko'rib turibsizlar. Biza yana MRT snimkalarini do и после holatlarini, kompyuter holatini ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana bemorda L4, L5 sohasini ko'ryapsizlar. Почти 15, ya'ni 11 mm ga tortadigan grija L4, L5 sohasida. Mana tepasidan qaraganimiz bu aksialniy proyeksiya, nerv ildizini полностью qisib o'tiribdi. Bemor iyulda tushgan, bizaga 27-avgustda kelganlar. 27-avgust kelganlar. Mana bu ikkita kurs davolashimizdan keyingi holat. Mana L4, L5 segment xuddi o'sha mana tepasidan qaraganimiz mana 4-7 gina qolgan. Mana ko'rib turibsizlar, 80% dan oshiq grija so'rilgan. Bu yerda sagitalniy razrezda уже mana nerv ildizini почти qismayapti. Bemorlik ahvolini ko'ryapsizlar, o'zlari xursand. Buna kuchli og'riqlari yo'q. Agarda sizlar umurtqa grijalari, ya'ni bo'yin grijasi, bel grijasi yoki yelka bo'g'im og'riqlari va uni harakat cheklanishi, tizza bo'g'im og'riqlarini dori darmonsiz va operatsiyasiz davolamoqchi bo'lsangiz, Eldor Nevrodok klinikasiga murojaat qiling. Sergey aka, boshqalarga ham tavsiya berasizmi? Как? Предлагаю вам прийти и получить лечение. Довольно останетесь. Rahmat sizga. Спасибо.